Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 5072 sonli qarori bo'yicha jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirish uchun shahar va tumanlarning mahalliy budjetlarining qo'shimcha manbalari kamida 30% ni yo'naltirish belgilangan. Shu munosabat bilan respublikamizda chekka hududi hisoblangan So'x tumanida ham shu tadbirlar shu prezidentimizning qarori amalga oshirilib kelmoqda. 2023-yil birinchi bosqichi uchun jami 3 milliard 784 million so'm mablag' ajratilgan. Bundan 340,6 million so'm mablag' bu 2022-yil ochiq budjet jamg'armasining qoldiq mablag'lari hisobidan 304 million so'm 2023-yil boshiga shakllangan tuman mahalliy budjetining erkin qoldiq mablag'lari hisobidan ochiq budjet jamg'armasiga ajratilgan. 2023-yil tuman mahalliy budjetini umumiy xarajatlarning 5% ni ajratish ko'zda tutilgan bo'lib, jami ajratilgan mablag'ning 3 milliard 139,4 million so'mi o'sha parametrda ajratilgan. Ajratilgan mablag'lar asosida aholini qiynayotgan muammolarni ochiq budjet portali, ya'ni Open budjet portali asosida amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan So'x tumanida 2023-yilda Qala Mefeyda joylashgan 3-sonli maktabda zamonaviy futbol maydonchasi qurish taklifiga 2460 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan va pudrat tashkiloti Aslon Express Invest MCJ tomonidan qurilish ishlari olib borilgan. Hozirgi kunda 449 million 573 million so'm mablag' moliyalashtirilgan unga. Undan tashqari tumanning Istiqlol, Mefey, Obodlik, Shifokor, Qahramon va Baxt ko'chalariga 120 dona betonli simyog'ochlar, 6 kilometrlik elektr tarmog'i va 2 ta transformator o'rnatish taklifiga esa 1578 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan va pudrat tashkilot Leader House MCJ tomonidan qurilish ishlari olib borilgan. Undan tashqari tumanning Navobod, Mefey, Ahl ko'chasining 1 kilometr uzunlikda bo'lgan ariqlarga betonli latog'lar o'rnatish taklifiga 1522 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan va pudrat tashkilot So'x Gidrotrans MCJ tomonidan qurilish ishlari olib borilgan. Hamda Rovon Mefeyda joylashgan markaziy o'yingohda futbol maydonini ta'mirlash taklifiga 970 ta ovoz bilan g'olib bo'lgan va pudrat tashkilot Aslon Express Invest MCJ tomonidan qurilish ishlari olib borilgan. Hozirgi kunda 615 million 863 ming so'm mablag' moliyalashtirib berilgan. 2023-yil ikkinchi bosqichi uchun jami 3 milliard 698,6 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, shundan 340 million so'm mablag' 2023-yil birinchi bosqich ochiq budjet jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar hisoblanadi. 135,1 million so'm mablag' esa 2023-yil birinchi va ikkinchi chorak mahalliy budjetning qo'shimcha manbalarini shakllangan mablag'lari hisobidan ajratilgan mablag'lar hisoblanadi. 2024-yilda o'sha 2024-yil uchun tasdiqlangan tuman mahalliy budjetining jami xarajatlarining 5% ni o'sha ochiq budjet jamg'armasiga ajratish ko'zda tutilgan bo'lib, bu mablag'lar esa 2024-yil uchun 13 milliard 548,7 million so'mni tashkil etadi. Undan tashqari 2023-yil ikkinchi bosqich ochiq budjet jamg'armasidagi qoldiq 378,2 million so'mni tashkil etadi. Jami bo'lib 2024-yil uchun jami ochiq budjet jamg'armasidagi mablag' 13 milliard 926,9 million so'mni tashkil etadi. E'tiborlaring uchun rahmat.